O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Xorazmdanman, Satima Umidaman. Ta'limga qiziqishim ancha yillar davomida bor edi. Har bir Iqro Arabiya ochilgandan keyin rosa ikkilanib yurdim, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb. Lekin Allohga shukr, har taraflama sharoit taraflamam, o'qish taraflamam, domlalarning dars o'tish taraflamam a'lo darajada. Ko'proq muloqot qilishni, Arab tilini Arabistonda o'rganish qanaqa ekan? arab tilini Arabistonda o'rganish har taraflama yaxshi. Birinchidan muhitga qaraydi, haqiqatdan aytilgandek, arablar bilan ko'proq muloqotda bo'lasiz, ko'proq suhbat qilasiz. O'shaning hisobiga har taraflama yaxshiroq, a'lo darajada. O'zbekistonda o'rganish bilan bu yerda o'rganishning eng katta farqi nimada deb o'ylaysiz? Ko'proq siz masalan O'zbekistonda yurganda faqat o'zbeklar bilan gaplashasiz. Bu yerda ilojsiz arablar bilan gaplashib, ilojsiz ularni anaqasiga tushunasiz. Ya'ni muhitiga. Inshaalloh o'zimni ham planlarim bor. O'zim Xorazmda vlog yuritaman. Xudo xolasa ta'limda ko'proq men o'z auditoriyam ham bor. O'shaning hisobiga inshaalloh qizlarni ham olib ketish niyatim bor ta'lim bilan birgalikda. Shu kungacha bir oy mobaynida nimalarni o'rgandingiz? Ko'proq suhbatlashishni, anaqa ko'rishni, hol-ahvol so'rashishni. Chunki Iqro Arabiyani grammatikasidan xuddi shunaqa yozilgan. Ko'proq lug'atni o'rgandik. Xo'p, oldin o'z arab tilini qisman bo'lsa ham bilarmidingiz yoki yo'qmi? Oldin bilardim, lekin bu yerga kelib qaytadan o'sha noldan boshladim, chunki biladiganlarim ham bu yerda yana mustahkamlashdi. Kelishdan oldin sizda qanaqangidir qo'rquvlar bo'ldimi? Ya'ni bo'ldi. arab tili muhiti, ustozlar arab tili bo'lsa qanday tushunib olaman, qanday davom etib Yo'q, ketaman? menga bilasizmi, eng yoqqan tarafi, masalan, biz O'zbekistonda anaqa qilgan paytimizda, masalan, bu yerda menga ustozlarning yoqqan tarafi, bizlar bilan faqat arabcha gaplashadi. O'zbekcha gapirishmaydi. Ilojsiz siz ularni tushunishga aniq qilasiz. Bu degani yanada ko'proq tushuna olasiz. Masalan, biz O'zbekistonda o'qituvchilar o'zbekchasini, arabchasini aytishadi-yu, ular bu joydagilar faqat arabchasini o'zingiz o'rganib olishingiz uchun, harakat qilishingiz uchun yanada sizga qulaylashtirib beradi. Zo'r. Xo'p, ustozlar haqida fikringiz qanaqa? Ulardan dars o'tish jarayonlari? Ustozlardan Alloh rozi bo'lsin, juda mehribon, har taraflama har birimizga birma-bir o'rgatib, ilm berib, Alloh rozi bo'lsin. Har taraflama yaxshi. Ustozlar ham, shart-sharoiti ham ancha yaxshi. Bu dasturda kimlar o'qish kerak, ya'ni o'rganish kerak, kimlar o'rganmaslik kerak deb o'ylaysiz? Ko'proq endi meni yosh jihatlamam ancha endi baribir ham nima desam ekan, iloji boricha maktabni bitirgandan keyin уже сразу arab shu kursga tezroq aniqsa, tezroq o'rganib olishi yaxshiroq bo'ladi, ko'proq. Yoshi kattalar ham o'qisa bo'ladi. Ushbu dasturga kelmoqchi bo'lganlarga qanaqangi tavsiyalaringiz bor? Tavsiyalarim a'lo darajada. Chunki уже men bu yerga kelganimdan keyin nechta insonni o'shanaqaga aniq qildim. Xudo xohlasa inshaalloh ular bilan yana birgalikda kelish niyatimiz bor o'qishga. Ya'ni juda ko'pchilik so'radi. Da, so'radi. Bo'ldi, xo'p. Rahmat kattakon. Kelasi o'qishlaringizda bundanda kattaroq yutuqlarga erishib, bundanda kattaroq natijalarga erishishingizni tavsiya qilib, niyat qilib qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan.